Bexili ham pishib, ko'payib qolibdi bozorlarda. Agarda sizni ham hovlingizda yoki огородingizda bexili bor bo'lsa, tez terib oling. Hozir zo'r murabbo retseptini o'rgatib qo'yaman. Bexilarimizni tozalab yuvamiz va po'stloqlarini artib olamiz. O'rtasidagi danagini ham yaxshilab tozalab olamiz. O'zimizni xohishimizga ko'ra, xohlasangiz yiriroq, xohlasangiz maydaroq qilib to'g'raganingiz yaxshi. Men yiriroq qildim, chunki ezilib ketmasligi uchun. Shunaqa qilib to'g'rab olgandan keyin boya artib olgan po'stloqlarimizni yaxshilab yuvamiz. Tog'oramizga suv solamiz. Bexini solib 20 minut qaynatamiz po'stini. Po'stini olib tashlab, endi shakar solamiz va qiyom holatiga keltiramiz. Qiyom holatiga kelgandan keyin shunaqa bexilarimizni solamiz va 15 daqiqa qaynatamiz. 15 minutdan 3 marta qaynatishimiz kerak. Har birini oralig'ida mutlaqo sovigan bo'lishi kerak murabboyimiz. Shunaqa o'zi chiroyli tusga kiradi. Bexilari ham dona-dona bo'lib chiqadi, ezilib ketmaydi. Mazasi juda ham mazali bo'ladi, ham shifobaxsh bo'ladi. Siz ham albatta tayyorlab ko'ring. Video yoqqan bo'lsa, saqlangiz qilib do'koningizga yuborib qo'ying. Sahifamga obuna bo'ling. Yanada oson retseptlar bilan bo'lishib boraman.